Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan ikkinchi darsda o'tamiz. Ikkinchi dars deb alohida folder ochib olamiz. Directory. Ikkinchi dars. Voy, xato ochib qo'yibmiz. Buni yopib ochamiz. Ikkinchi dars. Ikkinchi dars uchun Python fayl ochib olamiz. Dars degan. Har doim iloji boricha shunaqa tartibli qilinglar. Masalan, alohida folder ichida o'sha birinchi dars uchun Python fayl va unga kerakli bo'lgan ma'lumot. Ikkinchi dars uchun mana alohida yana Python fayl. Alohida fayllar ichida bo'lsa, tartibli bo'ladi. Bugun nimalarni o'tamiz? Birinchi yozma tushuntiraman, keyin mashqlar bo'yicha ishlaymiz. If else, if, elif, else. Shart operatorlari. Bu nima? Masalan, masalada if asosiy shart bo'ladi unda. Asosiy shartda if agar ishlasa, o'sha shart qoniqtirilsa, true bo'lsa, masalan, boolean field o'tgan darsda tushuntirganim, boolean field true false bo'ladi. Agar boolean field bunda true bo'lsa, ishlasa agar, masala shu joyda tugaydi. Agar ishlamay qolsa, elifga o'tadi. Agar elifda ham shart qo'yamiz, qaysidir shart bo'ladi. Agar unda elif ishlasa, elifda tugaydi masala. Lekin ba'zi masalalarda elif bo'lmaydi, faqat if else bo'ladi ba'zilarida. Unda if ishlamasa else bo'ladi. Else'da o'sha nima yozilgan bo'lsa, o'shanda o'sha bilan else'da tugaydi. Qisqa qilib aytganda, masala else'da tugaydi. Oxirgi joy else. Keyingisi mantiq operatorlari. Birinchi yozaverdik. And, or, and, or. Bu asosiy ishlatiladiganlar, eng ko'p ishlatiladiganlar and, or. Boshqalari ham bor, lekin uni keyingi boshqa darslarda ishlatamiz. Ulardan in yoki not shu operatorlarni ham ishlatamiz. Faqat keyinchalik, lekin hozirgi eng ko'p ishlatadiganimiz bu and bilan or. Mantiq operatorlari. Qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsam, endda if ni o'zida ikkita shart qo'yishimiz mumkin. If ni o'zida ikkita shart qo'yganimizda, agar ikkalasi ham ikkita shart qo'yayotganimizda bitta shart qo'yamiz va o'rtasiga end qo'yamiz. End qilib keyingi shart qo'yamiz. Unda esa ikki shart ishlasagina true bo'ladi. Orda esa xuddi o'sha ikkita shart yoziladi, lekin agar bittasi ishlasa ham true bo'ladi. Chunki bu orda qaysidir bittasi ishlasa bo'ldi. Ma'nosi u yoki bo'ladi, yoki birinchisi yoki ikkinchisi ishlasin bo'ldi degani. Shu anaqa masalalarda hozir tushunib ketasizlar. Demak bo'ldi. Endi masalaga o'tamiz. Masalamiz yoshni tekshirish. Birinchi masala. Masalamiz yoshni tekshirish. Yangi o'zgaruvchi ochib olamiz. Yosh degan unga int qilamiz. Int input yoshingizni kiriting. Endi unga shart qo'yamiz. If agar yosh katta bo'lsa 18 dan print qilsin, siz kattasiz. Siz voyaga yetkazsiz.
bunda nima bo'ladi? Mana shu if sharti shu agar 18 dan katta bo'lsagina return qilib siz voyaga yetgansiz deb chiqadi terminalda. Shu bilan shart tugaydi. Keyingi shartga o'tmaydi. Agar ishlamay qolsa-chi, bu degani 18 dan kichik bo'lsa-chi, print siz kichkinasiz. Ishlatib ko'ramiz endi. Yoshingizni kiriting. 19 bo'lsa siz voyaga yetgansiz. 17 bo'lsa siz kichkinasiz. Lekin agar 18 kiritsam ham siz voyaga yetgansiz deb chiqishi kerak. Lekin siz kichkinasiz deb chiqyapti. Bu tepadagi shartda esa 18 dan katta yoki teng bo'lsin. Bunda qanday qilamiz? Bu yerga teng belgisini qo'yib qo'yishimiz kerak. Shundagina qanaqa shart bo'ldi? Agar yoshi katta yoki teng bo'lsa, katta yoki teng bo'lsa 18 ga siz voyaga yetgansiz deb chiqishi kerak. Mana 18 deb kiritganda siz kichkinasiz deganda, endi 18 degani bir marta kiritib ko'ramiz. Siz voyaga yetgansiz. Undan oldingi siz kichkinasiz deb chiqqanda, bu bilan birinchi masalamiz ishladi. Keyingisiga o'tamiz. Juft va tog' sonni aniqlash. Juft va tog' sonni aniqlash ikkinchi masalamiz. Ko'pi bilan 5, 6 ta yoki 7 ta masala ishlaymiz. Qolganlarini o'zinglar ishlaysizlar. Bu yerda oddiy daraja 10 ta, o'rta daraja yana 10 ta va murakkab darajalar bu yana 10 ta. Yoki har bir darajadan 2 tadan ishlab beraman. Bu yerdan 2 ta ishlayman. Keyingi darajadan 2 ta ishlaymiz. Yoshi 18 dan katta va 65 dan kichik bo'lsa ishlaydi deb, aks holda ishlamaydi. Bu yerda if dozida 2 ta shart qo'yilgan. Va keyingisi narx va chegara. Narxi 50 dan katta va 200 dan kichik bo'lsa o'rtacha deb, aks holda arzon deb chiqarsin. Keyingisi talaba baholash tizimi, baho davomati va imtihon natijasini tekshiring. Bahosini, davomatini va imtihon natijasini tekshiring. Agar baho 80 dan yuqori va davomati 90% dan yuqori va imtihonlar turi bo'lsa, imtihondan o'tgan bo'lsa, a'lo deb chiqaring. Uzoq. Keyingisi kredit tekshiruv. Agar davomati 5000 dan yuqori, agar daromad 5000 dan yuqori va qarz yo'q bo'lsa, kredit bering. Aks holda shartlarni tekshiring. Demak, har biridan 2 tadan ishlaymiz. Foydalanuvchilar son kiritsin. Son degan o'zgartirib o'tamiz. Input son kiriting. If agar son bo'linsa 2 ga va teng bo'lsa 0 ga. Print qilsin. Siz yaxshiroq yo'li bor. F-stringda siz kiritgan songa buni qo'yib, siz kiritgan son juft son. Agar juft son bo'lmasa, tog' sonni aniqlash uchun else qilamiz va print qilamiz. F-stringda turib yoki tog' deb qo'yamiz. Endi ishlatamiz. Son kiriting 12. Siz kiritgan son 12 juft son. 13 kiritamiz. Siz kiritgan son 13 tog' son. Nega else da shart qo'ymayapmiz? If da shart qo'ydik-ku, lekin nimaga else da shart qo'ymayapmiz? Buning javobi, agar
faqat o'zi juft va tog' son bor o'zi aslida. Yo juft bo'ladi yoki tog' son bo'ladi. Agar bu shartimiz juft bo'lmasa, masalan, kiritgan sonimiz juft bo'lmasa, u 100% tog' son bo'ladi. Agar kiritgan sonimiz juft bo'lsa, juft o'zi shu if o'zi shart tugaydi. Bu tarafiga o'tmaydi, else ga o'tmaydi. Agar bunda juft bo'lmasa, tog' songa o'tadi va tog' son uchun alohida algoritm yozishimiz shart emas. Chunki if o'zida ishlamadimi, juft emasmi, demak u aniq tog' son bo'ladi. Bu masalamiz ishladi. Menimcha tushundinglar. Agar sonimiz bo'linsa 2 ga, bunda qoldig'ini chiqaradi bilsanglar. Masalan 13 kiritsak, uni 2 ga bo'ladi. To 0 bo'lgungacha 2 ga bo'laveradi. Masalan 500 kiritamizmi, 10 million kiritamizmi, uni to 0 bo'lgungacha bo'ladi. Bo'laveradi, oxirigacha bo'ladi. Oxirida 1 yoki 0 qoladi. 10 million kiritsak ham oxirgisida yoki 0 qolishi kerak yoki 1 qolishi kerak. Agar 0 qolsa juft son bo'ladi, agar 1 qolsa bu tog' son bo'ladi. Endi o'rta darajaga o'tamiz. O'rta darajadagi sonlarni ishlaymiz. 2 shart berilgan yosh tekshiruvi. Yoshi 18 dan katta va 65 dan kichik bo'lsa ishlaydi deb, aks holda ishlamaydi deb chiqarsin. Demak, boshlaymiz. Int input son kiriting. Buni ishlaymiz. Endi if agar sonimiz tushunarliroq bo'lishi uchun men yosh qo'yib qo'yamiz. Yosh degan o'zgaruvchi qilamiz. Agar yoshi kiritayotgan odamning yoshi katta bo'lsa 18 dan va kichik bo'lsa, yoshi kichik bo'lsa 65 dan. Yoshi kichik bo'lsa 65 dan nima qilish kerak? Print qilamiz. Ishlaydi. Buni string ichida yozib qo'yamiz. Ishlaydi. Else print qilamiz. Ishlamaydi. Ishlatib ko'ramiz. Son kiriting. 19 ishlaydi. 18 lekin 18 yozsak ishlamaydi deb chiqadi. Chunki biz bu yerga teng belgisini qo'ymadik. Sonimiz 18 dan teng yoki katta bo'lsin va yoshimiz 65 dan kichik bo'lsin. Bu kiritayotgan son yosh degan son kiritadi va u bu yosh degan o'zgaruvchi saqlanadi va aniqlayapti. Kiritgan son bilan bu shartlarni aniqlayapti. Yosh katta yoki kichik bo'lsin va yoshi 65 dan kichik bo'lsin. Bu yerda ikkita shart qo'yilgan. Va degan tepada tushuntirgandim. And or in not mantiq operatori. Bu yerda esa va qo'yilgan. Va end qo'yilsa bunda ikkita shart qo'yiladi va ikki shart ham ishlashi kerak. Agar ikki shart ishlamasa bu else ga o'tadi va else da ishlamaydi deb chiqadi. Ya'ni 18 desak ishlamaydi deganda, endi 18 kiritsak ishlaydi. Endi agar 66 kiritib ko'rsak ishlamaydi. 64 kiritib ko'rsak ishlaydi bo'ladi. 64 yoshgacha ishlabdi. Bu masalamiz ham ishladi. Endi keyingi masalaga o'tamiz. 12-masala.
har bir masala bir-biriga o'xshash, qiyin emas. Masalan, birinchi masalani ishlay oladingizmi? Demak, ikkinchi masalani ham bemalol ishlay olasiz. Ikkinchi masalani ishlay oladingizmi? Uchinchi masalani ham bemalol ishlay olasiz. Chunki u bir-biriga o'xshash har bir masala. Qiyin masala yo'q. Narxi 50 dan katta va 200 dan kichik bo'lsa o'rtacha deyish kerak. Aks holda arzon yoki qimmat deb chiqaring. Narx deb yozamiz. Int input narxni kiriting. If agar narximiz 50 dan katta bo'lsin 50 dan va 200 dan kichik bo'lsin narxi kichik bo'lsin 200 dan. Bunda arzon deb yozishimiz kerak menimcha. Print arzon. 50 dan bunda 50 dan katta. Agar 50 dan kichik bo'lsa 200 dan baland bo'lsa-chi, narx 50 dan katta va 200 dan kichik bo'lsa o'rtacha deyishimiz kerak ekan bu yerda. O'rtacha deb aks holda arzon yoki qimmat deb chiqaring. Demak, bunda qimmat deb chiqarishimiz kerak menimcha. Print qimmat. Masalan, ishlatamiz. Narxni kiriting. 55. O'rtacha. 45. Qimmat. Aytilgan masala to'g'ri ishlayapti. Narx va chegarasi. Narx 50 dan katta bo'lsa, 200 dan kichik bo'lsa, o'rtacha deb, aks holda arzon yoki qimmat deb chiqaring. Bunda boshqatdan bir qator o'qib beraman. Narx degan o'zgaruvchi ochdik va unga input deb kiritdik. Agar narximiz katta bo'lsa 50 dan va kichik bo'lsa, narximiz kichik bo'lsa 200 dan. Agar bu masala true bo'lsa, print qilsin o'rtacha deb. Agar bu ishlamasa, else bo'lsin, print qimmat deb. Bu masalamiz ham ishladi. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Jami bo'lib 30 degan 10 tadan ekan har bir darajaga. Menimcha hammasini 1 soatda tugatib qo'ysanglar kerak. Chunki hammasi bir-biriga o'xshash. Talabalar baholash tizimi, baho, davomat va imtihon natijasini tekshiring. Baho va davomati. Demak, ikkita o'zgaruvchi ochamiz ekan. Baho degan int input bahoyini kiriting. Baho davomati int input davomatni kiriting. Endi baho va davomat agar baho 80 dan yuqori bo'lsa, if agar bahoyimiz yuqori bo'lsin 80 dan va davomat 90% dan yuqori bo'lsin va davomati yuqori bo'lsin
90 dan va imtihoni true bo'lsin. Imtihoni tengmi true ga. Bunda print qilamiz. Alo. Print qilamiz. Alo. Bu yerda yangi o'zgarish ochib qo'yishimiz kerak. Imtihon degan. Va u teng bo'ladi true ga. Else print qilsin. Printda nima chiqishi kerak? Yomon deb chiqsin. Endi kiritamiz, bahoyini kiriting. 80 dan yuqori bo'lsa 81. 81 deb kiritamiz. Davomati 90% dan yuqori bo'lsin deyilgan. Demak 91 kiritamiz. A'lo deb chiqadi. 21-masalamiz ishladi. To'g'ri. Keyingi masalaga o'tamiz. 22-masalaga. Kredit tekshiruvi. Agar daromad 5000 dan yuqori va qarz yo'q bo'lsa false deb chiqarsin. Kredit bering deb chiqarsin. Aks holda shartlarni tekshiring. Daromadi 5000 dan yuqori. Agar daromadi 5000 dan yuqori bo'lsa va qarz yo'q bo'lsa false bo'lib chiqarsin. False bo'lsa kredit bersin. Aks holda bermasin. Daromad int input daromadingizni kiriting. Endi va qarz o'zgarish ochib bunga false true deb kiritamiz. True bo'lsa qarz yo'q bo'lsa degani. Agar qarz yo'q bo'lsa if agar daromadi ko'p bo'lsa 5000 dan va qarzi teng bo'lsa true ga. Ko'rkinish olasizmi? Bo'ldi. Teng bo'lsa true ga print qiladi. Qarz bering deb. Qarz bering. Aks holda o'chirib olasan aka. O'chirib olasan. Video bo'lyapti bu yerda. Video darslik bo'lyapti, tugatib olishim kerak. Keyin chiqaman aka. Ko'rkinni ham qilsa bo'ladi. Soat 10 gacha muhlat berilgan bizga. Qattiq ko'rkinga ruxsat bergan 10 gacha. Bo'ldi. Nimadir muammoingiz bo'lsa, ertaga rahbariyatga tushib aytasiz, okey? Bo'ldi dedim aka. Siz oldingizga mana gapirib Agar shart ishlamasa, qarz berilmaydi deb chiqadi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Bu masalalarni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanal linkini pastda descriptionga yozib qo'yaman pastga. Undan o'tib shu masalalarni bemalol ishlab olishingiz mumkin. Keyingi darslargacha uchrashguncha, agar masala bo'yicha qanaqadir ishlay olmasangiz, qiynalsangiz, kanaldagi gruppaga yozishingiz mumkin. Gruppada bu masalalarni qaysi joyga tushunmagan bo'lsangiz, tushuntirib beraman.